Mana ko'ringlar. Sizlarga ham nasib qilsin. Kelinglar, shu firmada qildiringlar dokumentinglarni. A'lo darajada qilib berishadi. Mana xudo xolsa bugun elchixonadan vizalarni olib chiqdilar. Bu bilan akajon sizni tabriklab o'tamiz. Ko'p firmalarga borib ko'rdik, gaplashib ko'rdik. To'g'risi endi bizga ma'qul kelgani yo'q. Xudo xolasa biz Kaliforniyaga ketamiz. Kaliforniya shtatini tanladik. Avvalambor o'ylaydigan odam pul taraflama o'ylaydi-ku. Firma narxlari ham juda ham qulay, hamyonbop ekan. Yurakdan gapiradigan bo'lsam, haqqoniy gapiradigan bo'lsam, shu sizlarni firmalarni Green Cardni masalan keyingi oy kiradiganlar yoki bu oy kiradiganlar borda. Deylik, masalan may oyida yutib, keyinchalik misol uchun elchixonaga kiradiganlar bor. O'sha insonlarga ko'proq nimaga e'tibor berishligini so'ragan bo'lardingiz. Assalomu alaykum Grant Visa obunachilari. O'tgan yili mana shunaqa vaqtda o'sha may oylarida akamiz Green Card yutuvlar chiqdi. Mana xudo xolsa bugun elchixonadan vizalarni olib chiqdilar. Bu bilan akajon sizni tabriklab o'tamiz. Rahmat. Hammaga yana siz qatori boshqa insonlarga nasib qilsin. Xudo xolasa ishda bo'lib o'tadigan hayotingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Iloyim aka, endi u yoqdan ham xudo xolasa intervyuni kutib qolamiz. Endi albatta aka bizga keldingiz, mana anketa to'ldirish jarayonlari bo'ldi, Medko'rikdan o'tdingiz va mana uzoqdan beri kutilgan vizalarni qo'lga kiritdingiz. Bir boshdan so'zlab bersangiz, ya'ni bu holat qanaqa bo'ldi, bizani qayerdan topdingiz, ya'ni kim maslahat berdi sizga, ishonch bildirdingiz, vizalarni qo'lga kiritdingiz. Albatta bu tomoshabinlar uchun ham qiziq, bir og'iz shu haqida bizni kuzatib turgan obunachilarimizga o'zingiz fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. 2023-yilda biz shu Green Card o'ynagandik. Keyin 2024-yil may oyida o'sha javoblari chiqadi. O'shani tekshirganimizda ayolimga o'zi chiqqan ekan Green Card yutug'i. Keyin biz ko'p firmalarga borib ko'rdik, gaplashib ko'rdik. To'g'risi endi bizga ma'qul kelgani yo'q. O'zimlarning akamlar sizlarni maslahat berganlari uchun shu Grant Visa yaxshi borib gaplashib ko'ringlar deganlar uchun keldi oldinglarga. Bizga ma'qul keldi. Avvalambor o'ylaydigan odam pul taraflama o'ylaydi-ku. Firma narxi, anaqa firma narxlari ham juda ham qulay, hamyonbop ekan. Xodiminglar juda ham chiroyli qilib berdi. Ya'ni Qobil akaga kattakon rahmat aytib qolaman. Ya'ni sizga ham kattakon rahmat. Har bitta ishimizni nima deydi, qunt bilan har bitta ishimizga bir yaxshi yondashib qilib berganingiz uchun kattakon rahmat. O'shaning uchun sizlarni tanladik. Hamma qilgan harakatingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Endi suhbatga keladigan bo'lsak, biz 3-fevral kuni suhbatga kirdik. Suhbat jarayonida bizdan savol-javoblar bo'ldi, har xil savol-javoblar bo'ldi. Ya'ni birinchi savol-javoblardan birinchi turmushinglarmi deb so'raldi bizdan. Keyin yana u yoqda qo'lni ko'tarib qasam ishtirar ekan. Asosida, qasam ishtirar ekan. Ya'ni bu nimaga hech qanaqa dokumentga yolg'on aralashtirganim yo'q, hammasini rost qildim. Hech qanaqa dokumentim noqonuniy emas deb qasam ishtirar ekan. Keyin birinchi farzandinglarmi, birinchi turmushinglarmi, keyin maktabni nechinchi yil bitirgansan, kollejni nechinchi yil bitirgansan degan shunaqa savol-javoblar bo'ldi. Hammasiga to'g'ri javob berdik. Xudoga shukr, mana vizamiz chiqdi. Tushunarli. Qarang, endi Green Cardni masalan keyingi oy kiradiganlar yoki bu oy kiradiganlar borda. Deylik, masalan may oyida yutib, keyinchalik misol uchun elchixonaga kiradiganlar bor. O'sha insonlarga ko'proq nimaga e'tibor berishligini so'ragan bo'lardingiz. Masalan, hozir aytyapsiz, o'sha даже zaksimi, ya'ni holatimni ko'rsatdi, ya'ni nimadirda o'sha qachon o'qishga kirgansiz, qachon bitirgansiz. Hattoki ko'pchilik bu narsani masalan endi bar o'zbekmiz, qiziqqon bo'lamiz. Qo'lingizni ko'tarib qasam ichish, bu berayotgan ma'lumotlaringiz rostligi haqida deyiladi. Ko'pchilik o'ylaydi bu boshqa masalan din vakillari bunaqa qasam ichadi deb o'ylaydi, noto'g'ri tushunishadi. Ya'ni ular qaysidir ma'noda чтобы qalbaki dokument olib kirmadingmi, noto'g'ri ma'lumot bermadingmi degan maqsadda bu narsani qiladi. Bo'lgan shunaqa vaziyatda elchixonadan bunaqa qilgandan ko'ra viza olmaganim yaxshi deb jahl qilib chiqib ketganlar bo'lgan. U shunchaki tasdiqlangan qo'lingni ko'tarib, rost gapiryapsan degan narsani so'raganda bu narsa. Mana sizda ham xuddi shu narsa bo'libdi. Menimcha to'g'ri qabul qilgansiz. Hech qanaqa noqonuniy joyi yo'q. Nima maslahat bergan bo'larsiz? Nimaga ko'proq e'tibor berishligini? Avvalambor hujjatlarini ishonchli firma bilan ishlashsin. Ya'ni men endi kimga maslahat beraman? Sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Chunki yana avvalambor aytib o'tganimdek, har bitta dokumentimga alohida e'tibor berishdi. Ya'ni bitta menga emas, ayolimga, farzandimga, hammasiga, ya'ni ular to'ldirayotganda hammasiga qaraladi. Misol uchun dokumentlar, mana misol uchun muqaddam sudlanmagan degan qog'ozni olib kelish so'raydi. Ular hammasini so'ragan payti dokumentingiz joy-joyida bo'lsa, bo'ldi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi.
agar nimadir dokumentda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, uje keyin muammo bo'lishi mumkin. Buning uchun ishonchli firma bilan ishlash kerak. Avvalambor, hamma hujjatlarni to'g'irlash kerak. Ya'ni qasam ichishga keladigan bo'lsa, u odamlar o'ylagandek qasam ichib, bunaqa Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichilmaydi. Ya'ni men hech qanaqa dokumentimni yolg'on aralashtirmadim degan bir maqsadda bir qasam ichish degan maqsad anaqasida aytiladi. Ya'ni unaqa katta Alloh o'rtaga qo'yib qasam ich, bo'lmasa ota-onangni o'rtaga qo'yib qasam ich degan narsa emas. Bu dunyoviy maqsadda qabul qilish kerak uni. Hujjatimni hech qanaqa yolg'on aralashtirganim yo'q, hammasini rost taxladim degan maqsadda aytiladigan qasam u. Bo'ldi shular. Agar shu narsalarni to'g'ri qilinsa, hammasi yaxshi, xudo xolasa vizalarni qo'lga olishadi. Aka, vizalarni qo'lga kiritdingiz, endi xudo xolasa Amerikaga borib, nima ish faoliyati bilan shug'ullanmoqchisiz? Endi albatta bu hammaga qiziq, chunki hozirgi yangi prezident bo'lgan, shu Donald Tramp bo'lgan. Endi shu ma'lumotlarga ko'ra, ancha oylik stavkalari ham ko'tarilgan. Hatto ko'pchilik trakt o'sha biznesi bilan shug'ullanib borganda, ya'ni traktda ishlaydi, kimdir trakt firma ochadi. Nima qilmoqchisiz o'zingiz borganda? O'zim Toshkentda ishlayman, ya'ni sartaroshxonada ishlayman. Agar xudo xolasa biz Kaliforniyaga ketamiz, Kaliforniya shtatini tanladik. Agar balkim shu ishimni qiladigan bo'lsam, shu ishimni davom ettirishim mumkin, sartaroshligimni. Yo'qmasam boshqa ish trakt haydashim mumkin. Endi xudo xolasa vaziyatga qaraladi-da. Endi ob-havosiga qarab. Ob-havosiga qarab, qaysi tarafdan mablag' yaxshi kelsa, o'sha ishni qilamiz. Akajon, qarang, bizani aytib o'taman, oldindan kompaniyamizni tanlaganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ya'ni bizani tanlab ketsiz. Rahmat sizlarga ham. Endi qaysi tur ma'noda kamchilik bo'lgan bo'lsa, bu uchun uzr so'rayman. Endi o'ylaymanki, albatta mana vizalar hammasi yurib ketadi. Xudo xolasa green kartani o'tga borib qo'lga kiritib olsanglar, o'zingizlarni o'sha yangi hayotinglarni boshlaysizlar. Mana farzandingiz bor ekan. Xudo xolasa farzandingiz o'sha AQSh nufuzli universitetlarda yoki oliygohlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Albatta qaysi tur ma'noda bu insonning orzusidagi holat desa ham bo'ladi. Xo'p, akajon, qarang, boshqa bir insonlarga, ya'ni tavsiya qilgan bo'larmidingiz bizani, ya'ni kompaniyani, xizmatlarni? May oyida green card yutuvlari chiqadi. Ko'pchilik kompaniya tanlashda ikkilanadi. To'g'ri, kimdandir qimmatroq, kimdandir balandroq bo'lishi mumkin narximiz, deylik o'sha xizmat ko'rsatish va shunga yarasha biz xodimlarni ko'paytirganmiz. Ya'ni nimaga bitta odam masalan 100 ta odamni ma'lumotini to'ldirib bera olmaydi to'laqonli. Ya'ni har bitta odamga o'sha yetarlicha, shtobi ishida xato bo'lib qolmasligi uchun xodim biriktirib beramiz. O'shani hisobiga ham bizda masalan kimgadir qimmat, kimgadir arzonlik qilishi mumkin. Boshqa joylarga borgan bo'lsangiz, misol uchun 5000-10 ming dollarlik narxlarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Shu sababdan xolisona fikringizni aytsangiz, chunki ko'pchiligiga bu holat hozirgi paytda juda ham qiziq. Avvalambor green card o'ynagan odamlarga omad tilayman. Avvalambor hammaga viza nasib qilsin. Yurakdan gapiradigan bo'lsam, haqqoniy gapiradigan bo'lsam, shu sizlarning firmanglarni o'ylab o'tirmasdan kimga bo'lsa ham tavsiya qila olaman. Chunki o'zim rozi bo'ldim shu firmadan, o'zimga ma'qul keldi. Boshqa insonlarga ham shu firmani tavsiya qilaman. Kelinglar shu firmada qilinglar dokumentinglarni. Iloji boricha hammasini juda ham chiroyli, ya'ni bu sizlarga aloqaga chiqishda ham hech qanaqa muammo bo'lmadi. Telefon qilsak, bir martada telefonimizga ko'tarib javob berdinglar. Rahmat kattakon. Hech qanaqa dokumentimizga bir kamchilik bo'lmadi. Ya'ni suhbatga kirishimizdan oldin bizani suhbatga 3 kun tayyorlab berdinglar. Qanaqa savol-javob bo'lishlari, nima holatlar bo'lishini hammasini o'rgatdinglar bizga. Biz shuning uchun ham xuddi bir suhbatga avvaldan kirib yurgandek bo'lib, bemalol kirib suhbatlashib chiqdik. Hech qanaqa kamchilik bo'lmadi. Sizlarga, firmalarga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kim agar yana shu green card yutgan bo'lsa, shu firmaga bemalol kelishinglar mumkin. Ko'nglingizdagidek qilib berishadi, xudo xolasa. Sizga ham rahmat kattakon, mana vizalaringiz. Rahmat kattakon. Moro bo'lsin deydi-ku. Mana ko'ringlar. Sizlarga ham nasib qilsin. Kelinglar, shu firmada qildiringlar dokumentinglarni. A'lo darajada qilib berishadi. Xudo xolasa, sizlar o'ylaymizki, bizani shunaqa mijozlarimizdan biriga aylanasizlar. Avvalambor yaxshi niyat va bu yoqda xolsa rezultat nasib qilsa, Amerika vizalarini qo'lga kiritib, siz ham Amerikaga borishni nasib qilishini tilab qolamiz. Keyingi efirlarimizda xudo xolsa yangidan yangi vizalarni qo'yishni davom etamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar, sog' bo'lasizlar.